Assalomu alaykum yosh polvonlar kanali kuzatuvchilari. Mana biz bugun salonga keldik. Yangi Cobalt ko'rish uchun. Xo'sh, Cobaltda deyarli hech narsa o'zgarmagan, faqat salonda bor ekan o'zgarish. Hop, tabloda o'zgarish bor. Rol, multirol qo'yib qo'yilibdi. Ashibkalarda o'zgarish bor ozgina. Chexollar prujinli bo'libdi. Boshqa deyarli o'zgarish yo'q. Ishlar o'sha ahvol. Xo'sh, mana boshqa rangi. Bunisi mana motorlarni ko'rsataylik. Motorlar o'sha, faqat bitta datchik qo'shilgan. Bu shkif bonusli bo'ladi. Shundan o'zgarish bor. Motor ozgina kuchaytirilgan desa ham bo'ladi. Qolgan hamma yog'i bir xil. O'zgarish yo'q hech qanday.